boshqa davlatlardan ancha oldindaligini yana bitta isboti bu uni metrolarida. Birinchi marta metroga chiqqanimda bunaqa qulayliklarni ko'rib hayratda qolgandim. Xitoyda metro narxlari nisbatan arzon, tez va juda katta tizimli transport turi hisoblanadi. Bekatlari juda ham ko'pligidan o'zim birinchi marta Xitoyga kelganimda 3 marta adashib qolgandim. Xitoy o'z aholisini qulayliklarini va xavfsizliklarini har doim birinchi o'ringa qo'ygan. Misol uchun siz metroga kirishingizda aeroportdagidek skaner va tekshiruvlardan o'tasiz. Metrolarga kirishingiz bilan birinchi hayratga soladigan narsa bu metrolarni haydovchisiz harakatlanishi. Qulayliklardan biri bu bekatda poyezd necha daqiqadan keyin kelishini ko'rib turuvchi ekranlarni o'rnatilganligi va vagon ichida ham qaysi bekatga necha daqiqada borishingizni ko'rib turishingiz mumkin. Metro o'rindiqlarida telefoningizni quvvatlashingiz uchun quvvatlagichlar, ikkita tilda axborot beruvchi ekranlar ham o'rnatilgan, ya'ni Xitoy va ingliz tillarida. Yo'lovchilar esa telefonda ishlari bilan bemalol ketishadi. Ba'zilari hatto yo'l-yo'lakay uxlab ham ketishadi. Xitoyliklar metrolarni ichida ham do'konlar ochishgan va deyarli barcha bekatlarda hojatxonalar ham bor. Metrodagi shu voqeadan keyin biznikilar ham metroda hojatxona bo'lishi kerakligini tushunishgan bo'lsa kerak. Xitoyda yana qiziqarli videolarni ko'rmoqchi bo'lsangiz, menga obuna bo'lishni unutmang.